Mana bugun biz sizlar bilan ikkinchi hisob ishi, ya'ni ikkinchi periodni boshlaymiz. Ikkinchi period mavzusi prix-tekisni almashtirish usuli, aylantirish usuli. Endi buni ham o'ziga yarasha topshiriqlari bor. 3 ta topshiriq bor. O'sha 3 ta topshiriq bo'yicha endi chizmalarni ko'rib chiqamiz. Ya'ni birinchi topshirig'i SA va BC to'g'riso'lar orasidagi masofa prix-tekislarni almashtirish usuli bilan topilsin. Ikkinchi shartimiz SAB va ABC ikki yoqli burchakni prix-tekislarni almashtirish usuli bilan topilsin. Va uchinchi shartimiz ABC uchburchakning haqiqiy kattaligini uning frontal yoki gorizontal atrofida aylantirish yordamida topilsin. Endi mana shu 3 ta shart bo'yicha o'z bir chizmalarni ko'rib chiqamiz. Birinchi navbatda formatda olganimizdan bir ramka chizig'ini chizamiz. Ramkadan so'ng koordinat o'qlarini o'tkazamiz. X, Y, Z va mana shu koordinataga asosan endi boyagi nuqtalarni topib o'tamiz. Birinchi navbatda S nuqtani topsaylik. X da 50, Y da 10 va Z da 70. Va bu 3 ta nuqtani qo'yib biz ikkita tekislikdagi pressiyani hosil qilamiz. Ya'ni S shtrix va S nuqtani hosil qildik. Endi shu tartibda A nuqtaga o'tamiz. A nuqtamiz X da 80, Y da 25 va Z da 60. Va bularni ham o'tkazib olib A nuqtani hosil qilamiz. Shu tartibda B nuqtaga o'tadigan bo'lsak, X da 15, Y da 50 va Z da 55. Bu nuqtani topib birlashtirib chiqamiz. Mana bizning ko'p turchilar B va B shtrixni hosil qildik. Va shu tartibda C nuqtani topib olamiz. C nuqtamiz X da 25, Y da 5 va Z da 10. Va bularni ham o'tkazib olib C nuqtani hosil qilamiz. Va shu tartibda endi boyagi shartga asosan SA va BC nuqtalarini birlashtirib chiqamiz. Mana frontalda ko'rib turibsizlar va gorizontalda birlashtirib oldik. Ana endi hammasini birlashtirib bo'lgandan keyin endi boyagi aytganimiz prix-tekisni almashtirish usuli yordamida ikkita to'g'riso'lar simbolini topamiz. Mana bu berilgan to'g'riso'larimiz umumiy vaziyatda turibdi. Ya'ni noqulay vaziyatda turgan to'g'riso'larni biz qulay vaziyatga keltirish uchun xususiy vaziyatdan foydalanib ularni almashtiramiz. Ya'ni xususiy vaziyat deganimiz parallel va perpendikulyar tekisliklar o'tkazamiz. Ya'ni bu deganimiz OX o'qini 2 marta ketma-ket almashtirishimiz kerak bo'ladi. Birinchi navbatda OX o'qidan tepa qismini olamiz va ikkinchi almashtirganda OX o'qidan pastki qismini olib almashtirishimiz kerak bo'ladi. Buning uchun birinchi navbatda SA va BC to'g'riso'lardan bittasini tanlab, o'sha to'g'riso'ga nisbatan parallel tekislik o'tkazamiz. Biz hozir shartda demak SA to'g'riso'ni olamiz va shu to'g'riso'ga nisbatan parallel tekislik o'tkazamiz. Mana o'zlaringiz ko'rib turibsizlar, parallel tekislik o'tdi va bu parallel tekisligimizda O1x1 deb nomlaymiz. Ya'ni OX o'qini O1x1 tekislik bilan almashtirdik. Endigi qiladigan ishimiz ya'ni gorizontaldagi SABC nuqtalardan o'tkazgan O1x1 tekisligimizga perpendikulyar tekislik o'tkazamiz. Mana o'zlaringiz ko'rib turibsizlar, 4 ta nuqtadan perpendikulyar tekislik o'tkazib olamiz. Shundan so'ng frontal tekislikni ko'chiramiz dedik. Shuning uchun Z o'qidagi SABC nuqtalarini mana shu O1x1 tekislikdan pastga qarab o'lchab qo'yamiz. Mana misol uchun A shtrixni olamiz va O1x1 dan pastga qarab o'lchab qo'yamiz. Mana o'zlaringiz ko'rib turibsizlar. Mana A shtrixni o'tkazdik. Xuddi shu tartibda S nuqtani ham o'tkazib olamiz. Mana endi B masofani o'lchab qo'yamiz va C nuqtani o'lchab qo'ydik. Mana o'zlaringiz ko'rib turibsizlar va shu tartibda SA va BC to'g'riso'larni yana birlashtirib qo'yamiz. Endi bitta almashtirganda biz xususiy holga erisha olmadik. Chunki sababi ikkita to'g'riso'q orasidagi masofani hali topish noqulay. Shuning uchun buni yana bir marta almashtiramiz. Endi ikkinchi almashtirganda qaysi to'g'riso'qqa parallel tekislik o'tkazgan bo'lsak, o'sha to'g'riso'qni tanlab, o'sha to'g'riso'qqa nisbatan perpendikulyar o'tkazib olamiz. Buning uchun biz SA to'g'riso'qqa parallel tekislik o'tkazgan bo'lsak, endi SA to'g'riso'qqa perpendikulyar tekislik o'tkazamiz. Ya'ni SA to'g'riso'qni davom ettirib borib, unga nisbatan 90 gradus perpendikulyar tekislik o'tkazamiz. Va bu tekisligimizni O2 X2 deb nomlaymiz.
Shu tartibda B va C nuqtalaridan ham mana shu o'tkazilgan O2 x2 tekisligimizga perpendikulyar tekislik o'tkazib olamiz. Shundan so'ng gorizontalda joylashgan S, A, B, C nuqtalaridan O1 x1 tekisligimizgacha bo'lgan masofalarni o'lchab, mana shu O2 x2 tekislikdan pastga qarab o'lchab qo'yamiz. Mana birinchi navbatda A nuqtani olaylik. S va A nuqtani oladigan bo'lsak, o'sha S va A nuqtani olib O2 x2 dan keyin o'lchab qo'yamiz va bularni belgilab qo'yamiz. Mana A shtrix S shtrix bo'ldi. Demak, bitta nuqtani topib oldik. Endi keyingi navbatda B nuqtani olib buni ham o'lchab qo'yamiz. Mana ularni ko'ryapsizlar va C nuqta, mana o'sha gorizontalda joylashgan C nuqtadan O1 x1 tekislikgacha bo'lgan masofani o'lchab, O2 x2 dan o'sha o'lchamni olib borib qo'yamiz. Va mana 4 ta nuqtani topib oldik va bu yerda SA o'zi nuqta bo'lib birlashib turibdi va BC to'g'risida birlashtiramiz. Undan so'ng bizga berilgan o'sha topshiriq bo'yicha SA va BC to'g'risi orasidagi masofani topishimiz uchun SA to'g'risidan BC to'g'risiga 90 gradus perpendikulyar tekislik o'tkazamiz. Mana o'tkazdik va bu oraliq 40 mm ni tashkil qilishini ko'rib turibsizlar mana. Demak, birinchi shartni to'liq bajardik. Endi ikkinchi shartga o'tamiz. Ikkinchi shartda endi xuddi shu tartibda koordinata o'qi chizib olib, yana shu tartibda nuqtalarni topib olamiz. Yana o'sha koordinatalar bo'yicha mana ko'rib turibsizlar, S, A, B va C nuqtalarini topib olamiz. Endi bunda birlashtirganda ikkinchi shart bo'yicha birlashtiramiz. Ya'ni SA, SAB va ABC, ya'ni ikkita uchburchak hosil qilishimiz kerak bo'ladi. Birinchi navbatda buni ko'rishlaringiz mumkin. SAB ni birlashtiramiz va ABC ni birlashtiramiz. Mana bularni ko'rib turibsizlar. Xuddi shu tartibda pastda ham birinchi SAB va ABC birlashadi. Mana birlashtirib oldik. Endi xuddi shu tartibda ikkinchi shartni boshlaymiz endi. Endi ikkinchi shartni boshlaganimizda xuddi birinchi shartdagidek davom etadi, faqatgina bunda bitta to'g'rizni tanlab, o'sha to'g'rizga nisbatan parallel tekislik chizamiz va o'sha birinchi shart bo'yicha davom etadi. Faqatgina bunda bitta to'g'rizni tanlaymiz. Ya'ni AB to'g'rizni tanlaymiz. Chunki sababi AB ni tanlaganimiz sababi ikkita uchburchakni ham AB bog'lab turganligi uchun, mana misol uchun SAB va ABC ikkita uchburchakni ham AB bog'lab turganligi uchun faqat AB ga parallel tekislik chizamiz. Va mana o'tkazib biz va buni O1 x1 deb nomlasak, qolgan shartlar o'sha birinchi shartni o'zidek davom etaveradi. Mana gorizontaldagi SABC nuqtalardan O1 x1 tekislikka parallel perpendikulyar tekislik o'tkazamiz va o'sha boyagi bajarganimizdek frontaldagi SABC nuqtani belgilab olib, o'sha O1 x1 tekislikdan keyin o'lchab qo'yamiz. Mana o'zlaringiz ko'rib turibsizlar. A shtrix o'tkazdik, S shtrixni o'tkazdik, B shtrixni to'g'ri o'tkazib oldik, C shtrixni o'tkazdik va B shtrixni o'tkazdik mana. Endi boyagi tartibda birinchi SAB va ABC ni birlashtirib qo'yishimiz mumkin mana. Endi keyingi shartda demak AB to'g'risida davom ettirib, o'shanga 90 gradus perpendikulyar o'tkazamiz. Mana o'zlaringiz ko'rib turibsizlar va S hamda C nuqtani ham davom ettiramiz. Mana ko'rib turibsizlar va O2 x2 ni chizib oldik. Undan so'ng yana o'sha boyagi birinchi shart kabi gorizontaldagi SABC nuqtalardan O1 x1 tekislikgacha bo'lgan masofani o'lchab, boyagidek O2 x2 tekislikdan pastga qarab o'lchab qo'yamiz. Mana birinchi navbatda S, A va B nuqtani o'lchab qo'ydik. Undan so'ng S masofani o'lchab qo'yamiz va C masofani o'lchab, bu masofani ham qo'yib olamiz. Va shu boyagi tartibda birinchi navbatda SAB va ABC uchburchak ABC ni birlashtirsak va biz izlayotgan o'sha ikki yoqli burchakka ega bo'lamiz. Mana demak ikkinchi shartimiz bajarilyapti. Ya'ni 80 gradusga tengligini ko'rishlari mumkin. Ikki yoqli burchagimiz 80 gradus chiqdi. Mana endi keyingi shartga o'tadigan bo'lsak, uchinchi shart endi aylantirish usuli.
Uchinchi shartda endi s nuqta qatnashmaydi va a b s uchburchakni o'zi orqali demak haqiqiy kattalikni topib olamiz. Mana yana o'sha koordinata chizib olamiz va a nuqtadan boshlab chizishni boshlaymiz. Mana 80 25 60 va 15 50 55 ni qo'yib olamiz va 25 5 10 masofalarni o'lchab qo'yib olib a b slarni birlashtirib chiqamiz. Mana endi uchinchi shartda a b s uchburchakning haqiqiy kattaligini topish uchun biz birinchi navbatda nima qilishimiz kerak? Ya'ni buni aylantirish usuli yordamida topishimiz kerak. Buning uchun biz birinchi navbatda aylantirganda biz o'q bo'yicha aylantiramiz har doim. Shuning uchun biz frontal tekislikda yoki gorizontal tekislikda o'q chiziq o'tkazib olamiz. O'tkazgan o'q chizig'imiz OX o'qiga parallel o'tishi kerak. Mana hozir ko'rib turibsizlar. Ya'ni frontal proyeksiyali tekislikda B shtrixdan OX o'qiga parallel tekislik o'tkazdik. Parallel tekislik o'tkazdik va o'tkazgan parallel tekisligimiz uchburchakning tomonini kesib o'tyapti. Ya'ni AC tomonini kesib o'tdi va buni bir shtrix deb belgilaymiz. Belgilagan bir shtriximizni pastki gorizontal tekislikka olib tushamiz va gorizontal tekislikda ham o'sha AC tomoniga boradi va buni bir nuqta deb belgilaymizda bir nuqtani yana nima qilamiz? B nuqtaga qaytarishimiz kerak bo'ladi. Mana o'zlaringiz ko'rib turibsizlar. B nuqtaga qaytdi. Ana endi keyingi qiladigan ishimiz, ya'ni biz B nuqta qo'zg'almas bo'lganligi uchun A va C nuqtani aylantiramiz. A va C nuqtalarimiz mana shu B1 to'g'ri chiziqqa nisbatan 90 gradus perpendikulyar ravishda qo'zg'alishi mumkin. Shuning uchun biz C nuqtadan B1 to'g'ri chiziqqa nisbatan 90 gradus perpendikulyar chiziq o'tkazib olamiz. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Va o'sha perpendikulyar chizig'imizni tepaga olib chiqamiz va tepada C nuqtaga qaytadi. Ana shu C nuqtadan demak O nuqtagacha bo'lgan masofa demak delta Z masofa bo'ladi. Va delta Z masofani pastga o'lchab qo'yamiz. Mana o'zi ko'rib turibsizlar. O'sha C0 ga nisbatan 90 gradus perpendikulyar qilib qo'yiladi. Va o'sha nuqtani biz belgilab olib K nuqta deymiz va K nuqtani 0 nuqta bilan birlashtiramiz va natijada o'sha K nuqta bilan 0 nuqtani birlashtirganimizda R radius bo'ladi va mana shu R radius bo'yicha aylantirsak, o'sha C nuqta bilan uchrashgan joyi katta C nuqta bo'ladi va biz katta C ni mana shu joyda joylashganligini topdik. Endi shu tartibda A nuqtani topib olishimiz kerak. Buning uchun biz A nuqtadan B bir to'g'ri chiziqqa 90 gradus perpendikulyar o'tkazib olamiz va endi katta A ni topish uchun biz C nuqta bilan A nuqtani birlashtirganimizda ana shu C bilan A birlashib ketgan joyda bir nuqta kesib o'tilishi kerak va shu tartibda o'tgandan keyin o'sha A nuqtadan perpendikulyar chiziq o'tkazganimizdagi nuqta bilan kesishgan joyini belgilab ana shuni biz katta A nuqta deb belgilaymiz va shu tartibda A nuqtani topganligimizni ko'rishlaringiz mumkin. Ya'ni C nuqta bilan katta A nuqtani topdik va ana shu C va A nuqtalarni B nuqta bilan birlashtirib qo'yamiz. Chunki bizda B nuqta qo'zg'almas nuqtaligini ko'rishlaringiz mumkin. Va shu tartibda biz ikkinchi efirning uchinchi shartini ham to'liq bajarganimizni ko'rishlaringiz mumkin. Mana oxirgi natija mana shu yashil chiziqda chizilgan chizig'imiz oxirgi natija bo'lyapti. Shu bilan darsimiz yakunlandi. E'tiborlaringiz uchun rahmat.